Eng arzon Namangan kanalida arzon narxda 2106 mashinasini ko'rsatamiz. Mashinani turishini qarang, vashsha ideal holatda. Kraskasi bitta eshigida bor ekan desam ishonasizlarmi? 85-yil 06ni vashsha zo'ridan saqlanganlardan ko'rsatamiz. Zo'r narxda albatta. Sizlarga narxi ham yoqadi. Eng arzon Namangan kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, Telegram kanaliga. Kuniga 5 ta 6 ta mashina tashlayapmiz albatta. Nomerlari ham Telegram kanalda bo'ladi. 2106 85-yil motor hadovoylari zo'r. Balon qaranglar, balonning holatlari ham zo'r holatda. Pultlargacha ustun qo'yib qo'yishgan. Hadovoy, mashinani hadovoyi to'p ekan. Bitta eshigida kraskasi bor ekan mashinani. Lekin moddiy ishqibozlarga bir tashlanglarchi narxini va shikalan narxda qo'yib yuboryapmiz. Eng arzon Namangan kanalida albatta sizlarga yoqadi. Kraskasi toza 06larni 3000, 4000 sotishyapti bizda. Va shu zo'r narxda qo'yib beramiz. Zo'r narxda ketadi albatta. 06 ishqibozlari bosib yuboradi. Magnitofon kolonkalargacha bor, magnitofon, pioner magnitofonlargacha bor, video registratorlargacha bor ekan. 3 tomonlamali video registratorlargacha qo'shib berishadi. 80 tali temir gazlargacha bor. Zapaska balonlari ham turibdi. Zapaska balonlari ham tushmagan. Mashinaning holatini qarang. Maza qilib olib minsa bo'ladi. Texnически rasxod umuman yo'q ekan. Zo'r deyaptilar. Holatini qarang. Albatta ustalaringga proyerga qilib tekshirib ko'rib olaverasizlar. Lekin gap bu pullargacha ustun qilib bitta mashina kraskasi bor xolos. Eng arzon Namangan kanalida biz sizlar uchun ataga 1800 ga berib yuboramiz. Egalar nomlar Telegram kanalida o'tib olib baraka qilib olib ketaverasizlar.